Assalomu alaykum. Avval aytganimizdek, inson farishtalardan farqli ravishda hirs, shahvat va irodasi o'zida bo'lib yaratildi. Bu xislatlar odamni farishtalardan yuqoriga olib chiqishi yoki hayvondan ham pastroqqa tushirishi mumkin. Odam va Havvo jannatda man qilingan mevani yeyishi bilan yerga badarg'a qilindi. Odam alayhissalom va Havvona yerda Allohning shariati bilan yashadi va hech qachon gunoh qilishmadi. Ha endi dunyoda o'sha ikkisidan boshqa hech kim bo'lmasa, qanday qilib gunoh qilishi mumkin degan buzuq savollar ham bo'ladi. Uning javobi oddiy. Inson odatda hech kim bo'lmasa gunohga moyil bo'ladi. Hech kim yo'q bo'lganda Alloh ko'rib turibdi-yu deyish qiyin kechadi. Xullas, kattalarimiz aytganidek, bitta ota-onani bolalari har xil bo'lib qolishi mumkin ekan. Odam ato va onamiz Havvo juft farzand ko'rishardi. Birinchi juftlik ikkinchi juftlik bilan turmush qurishi joizdi. O'zi bilan birga tug'ilgan qarindosh sherikka nikohlanish harom bo'lib, faqatgina keyingi juftlikka nikohlanish kerak bo'lgan. Aytganimizdek, bitta ota-onadan tug'ilgan farzandlar ikki xil bo'lib o'sdi: Qobil va Qobil. Xullas, yaxshi bir odamning farzandi rasvoroq bo'lib qolsa, darrov otasini ayblashga shoshilmang. Allohning qazosi har xil kechadi. Qobil va Qobil ikkisi ham payg'ambarning bolalari, bitta ota-onadan, ammo umuman bir-biridan farq qilardi. Qobil tabiatan yumshoq, mulohazali, og'ir-bosiq yigit bo'lib ulg'aydi. Qobil esa qo'rsroq, fe'l-og'ir va shashqaloq edi. Nima bo'lganda ham ikkisi shariatga bo'yin egish kerak. Ularga avvalo o'zlari topgan narsadan Alloh yo'lida qurbonlik qilish amr qilindi. Qobil og'irroq, muloyim yigit bo'lgani uchun poda ishlari bilan shug'ullanardi. Ya'ni cho'ponlik qilib hayvon boqardi. Qobil esa qattiq qo'l, qo'rs bo'lgani uchun dehqonchilik bilan mashg'ul edi. Qobil ham o'z mollaridan qurbonlik qilishdi-yu, ammo Qobilniki qabul bo'lmadi. Nega? Chunki Qobil o'rischa aytganda shariat amallarini galshka uchun bajarardi. Qildingmi, qilding. Kamina madrasada o'qib yurganimda madrasaga ehsonlar, zakotlar kelardi. Alloh qabul qilsin. Lekin kelgan ehson, zakotlarni qarasangiz, muddati o'tib ketgan mahsulotlar, modasi tugagan kiyimlar va hokazo. Bu aynan Qobilning ishi emasmi? Qobilning qurbonligi shuning uchun qabul bo'lmagan edi. Boylarga insof tilaymiz. Mayli galshka qo'yiladi-yu, ammo uni Xudo qabul qiladimi? Qurbonligi qabul qilinmagan Qobil o'z jigariga nisbatan hasad qilishi mana shu yerdan boshlandi. Lekin o'z jigari Qobilni o'ldirish g'oyasiga boshqa sabab bor edi. Ayol kishi. Bu ayollar, erkaklarni ado qiluvchi bo'lgan ayollar. Qobil bilan tug'ilgan qiz xunukroq, ko'rimsizroq edi. Qobil bilan tug'ilgan qiz esa go'zal edi. Lekin shariatga teskari yurib bo'lmaydi. Otasi Odam alayhissalom payg'ambar. Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizga hirs qo'ydi. Uni Qobilga bermaslik uchun shaytonning vasvasasi bilan o'z inisini o'ldirdi va o'z qarindoshiga uylanib qochib ketdi. Mana shu rivoyat bilan tarixchilarimiz birinchi zino va ayol kishiga shahvat bilan qarash ilk bor Qobildan sodir bo'lgan deydilar. Lekin boshqa rivoyatlar ham bor. Keyinroq Odam ato dunyodan o'tdi. Sal keyin esa onamiz Havvo ham oxiratga rihlat qildi. Odam alayhissalomdan keyin payg'ambarlik ishi u kishining yana bir o'g'li Shisga topshirildi. Shis alayhissalom taqvodor kishi edi. U kishi o'z oilasi bilan tog'da yashardi. Qobil esa sohil bo'yida yashardi. Shis alayhissalom otasi Odam alayhissalom yo'lidan yurib, iymon va e'tiqod bilan yashadi va buni boshqalarga ham yetkazdi. Qobilning bolalari tabiati buzuqroq, ayollari ochiqroq kiyingani uchun Shis alayhissalom o'z oilasini ularga aralashishdan man qilgandi. Tog'dagilar sohildagilarga aralashmasdan yashay boshladi. Keyinchalik Shis alayhissalom ham dunyodan o'tdi. Qobil ham o'tdi. Sohildagilar asta-sekin o'yin-kulgu qilishni boshladilar. Tog'dagilar esa ibodatda va taqvoda hayot kechirardi. Tog'dagi Shis alayhissalom qavmidagi erkaklar kelishgan, chiroyli, ayollari ko'rimsizroq edi. Sohilda esa aksi. Erkaklar ko'rimsiz, ayollari go'zal edi. Shayton sohildagilarga musiqa chalishni o'rgatdi. Ana shu musiqa yordamida ayollarni raqs tushishga ham o'rgatdi. Sohildagilarni bir bayram kuni bo'lib, ayollari o'sha kuni yasanib, yarim yalang'och bo'lib o'yinga tushib berardi. Sohildagi bu o'yin kulgudan tog'dagilar ham asta-sekin fitnaga tusha boshladi. Shis alayhissalom qaytarig'iga qaramasdan, tog'dagi erkaklar sohilga borishni odat qilishdi. Avvaliga uzoqdan kuzatishardi va ayollarning go'zalligiga mahliyo bo'lishardi. Afsuski, iblis kutgan, u xohlagan kun keldi. Tog'dagilardan bo'lgan bir yaramas, ayollarga suyagi yo'q bo'lgan bir pastkash sohilga o'sha bayram kuni kirib bordi. Tog'lik yigit kelishgan, chiroyli ekanini ko'rgan sohildagi bir ayol yigitga oshiq bo'ldi. Yigit ham sohillik go'zal ayolga oshiq bo'ldi. Bir-biridan fitnalangan bu ikki sevishgan Allohning qahrini keltiradigan,
osmonni larzaga soladigan, insoniyat tarixidagi birinchi zino degan gunoh kabirani sodir qilishdi. Keyinchalik bu ish qavm orasida keng tarqala boshladi. Uyat bo'lsa ham aytamiz. Har bir satrning oxirida nuqta bo'lganidek, sevgining nuqtasi jinsiy yaqinlikdir. Shuning uchun erkak ayol nikohsiz bir-biriga ko'ngil qo'yishi haromdir. Alloh azza va jalla shuning uchun shariatni, nikoh rishtasini joriy qildi. Hoy ojiz bandalar, bir-biringga ko'ngil qo'y, bir-biringni sevmayli, ammo nikoh rishtasini bog'lashgin, chunki nikohsiz muhabbatning oxiri zinodir dedi. Zinokorda hayo bo'lmaydi. Zinokorning topganida baraka bo'lmaydi. Zino yuzdagi nurni o'chiradi. Zino umrni qisqartiradi. Zinoning puli kelishidan ko'ra ketishi tezroqdir. Zinokor boy bo'la olmaydi. Zino rizqni qirqadi. Zinokor hayot ne'matlaridan bahra ola olmay qoladi. Zinokor o'z jufti bilan bo'ladigan lazzatni yo'qotadi. Zinokor albatta sharmandalik kasaliga yo'liqadi. Zinokor o'z yaqinlarida ham o'sha ishni ko'rmay turib dunyodan chiqmaydi. Zinokor zinodan olgan lazzatlarini azob bilan to'liq chiqarmaguncha jon taslim qila olmaydi. Zinokorni hayotda o'rni bo'lmaydi. Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor hech qachon vafo qilmaydi. Zinokor xiyonatkor bo'ladi. Zinokorda erkaklik sifati yo'q bo'lib, qo'rqoq bo'lib qoladi. Zinokor ayol avrat kasalligiga duch keladi. Zinokorning xotirasi sust bo'ladi. Zinokor mulohaza yuritishdan to'xtaydi. Ulug' mazhab boshlaridan biri Imom Shofiy rahimahulloh bir kun ustoziga darsga kelganida ustozi bergan darsni yod ola olmadi. Vaholanki shu kungacha berilgan vazifani bitta o'qishda yodlab kelardi. Ammo bugun unday bo'lmadi. Ustozdan buning sababini so'raganida, "Kelayotib nima ish qilding?" deb so'radi. "Hech ish qilmadim. Odatga ko'ra oldingizga keldim. Ammo men kelayotgan ko'chada bir ayolga duch keldim. Uning barcha yeri yopiq, ammo tovoni ochilib qolgan ekan. Bexosdan ko'zim uning tovoniga tushib qoldi" dedi Imom Shofiy. "Ehtimol shuning uchundir" dedi ustozi. Bizni aytmay qo'yaveray. Qiyomatni juda yaqin qolganini belgisi zinoning zohir bo'lishi deganlar Habibimiz alayhissalom. Ibn Abbos radhiyallohu anhu avvalgi johiliyat ishingizga qaytmangiz degan oyatning tafsirida bu zinodir deganlar. Chunki johiliyatda birinchi sodir bo'lgan ish zinodir. Aytganimizdek, Shis alayhissalom qavmidan bir erkak jur'at qilib, sohildagilar bayramiga kirib bordi va tarixda ilk bor zino sodir bo'ldi. Shis alayhissalom qavmi bo'lgan tog'dagi kimsalarning adadi oz edi. Sohildagilar esa ko'pchilik edi. O'zi tarixdan har bir davrda buzuq odamlar doim ko'pchilikni tashkil qilgan. Solih odamlar esa doim oz bo'lishgan. Chunki dunyo solihlar joy emas. Alloh barchamizni hidoyatidan mahrum qilmasin. Iblisning gapini hech qachon unutmang. U jannatdan quvilganida men shu odam tufayli jannatdan quvildim. Vaholanki kibri sababli quvilgan edi. Shu odam tufayli menga la'nat tamg'asi bosildi. Qasam ichaman. To qiyomat qadar inson bolasini poylab o'tiraman degan alayhillani. Iblis bor ekan dunyoda xotirjam bo'lishga haqqimiz yo'q.